Hozir O'zbekistonning o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r berasiz, sog'lom bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berishning o'zi. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. Qiynayapti. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha oldinda aytib qo'yish kerak emasmi? Hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom bor. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat, rahmat. Abbos, Mayga turingmi? turing. Do'stingizning yonida turing. O'z bo'lsang, Abbos. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishdi butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman. Chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa, uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu ani uddaladik. Alloh Ko'tarib olib ketdi qoldi.